Yaxshilar. Zo'r narsalar kelibdi. Men bugun sal ishga aralashib olib, bitta ko'rib, bitta qo'yapman. Zo'r. Игровой notebook so'raganlarga akalar mana shunaqa игровой notebookimiz bor ekan. Acer Nitro 5. Hop, parametri Ryzen'da adashmasam, точный Ryzen ekan. Hop, akalar. Prosessor Ryzen 7 5800H, Asus 16 lik, DDR 4 ekan. Video kartasi asosan bo'ladi, bilasizlar. Video kartasi RTX 3070 ekan. U normalniy ekan buning. Qarang, 8 GB ko'rsatyapti. Men tushunmadim, shunaqa bo'ladimi? Turli bo'ladi. Menikidan ham kuchli ekan, meniki 6 ligi. Xullas akalar, mana shu notebookimiz bor. Buni Asus'i nima deydi? Vinti nechiligini ko'rinmayapti. Akalar, narxini $530 beramiz. Qiziq bo'lsa kelaverasizlar. Holati zo'r, muammosi yo'q. Maza qilib ishlatib boraveradigan QHD 165 Hz.